Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, sizlar bilan bugun yangi mavzu boshlaymiz va bugungi mavzuyimiz present continuousni kelasi zamon uchun ishlatilishi. To'g'ri eshitdingiz. Ya'ni present continuous hozirgi davomiy zamonni kelasi zamon uchun ishlatilishi. Ya'ni bunga oddiy o'zbekchada misol keltiradigan bo'lsam, o'zbek tilida ham xuddi shunaqa vaziyatda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni hozirgi zamon, ya'ni nimadir qilyapmanni kelasi zamon uchun ishlatsak bo'ladi. Misol uchun, ertaga o'rtoqlarim bilan parkka ketyapmiz. Ya'ni ertaga dedim, hozir ketmayapmiz, lekin ketyapmiz. Ya'ni misol uchun, hozir maktabga ketyapmiz o'rtoqlarim bilan bo'lishi kerak edi, lekin men nima dedim? Ertaga o'rtoqlarim bilan parkka ketyapmiz. Xuddi shunaqa ingliz tilida ham xuddi shunaqa ishlatsak bo'ladi. Ya'ni what are you doing tomorrow degan savolni bersak bo'ladi. Bu juda ham oson, juda ham oson. Ya'ni struktura bo'yicha hech narsa o'zgarmaydi. Struktura o'sha qoladi. Ya'ni present continuous'ning strukturasi qoladi. Ya'ni present continuous'ning strukturasi qanday edi? Bir eslab o'tamiz. Birinchi bizga kerak bo'lardi subject plus ya'ni to be, ya'ni am, is, are plus verb plus ing edi. Ya'ni bu present continuous'ning strukturasi edi. Present continuous'ning strukturasi. Ya'ni struktura. Subject, I, we, you, they, he, she yoki ismlar. Undan keyin bizga kerak bo'lardi am, is, are, keyin verb, ya'ni ish harakatga ing qo'shilishi. Xuddi mana bunga o'xshab I am playing tennis tomorrow. Men ertaga tennis o'ynayapman. Biz buni qanday vaziyatlarda ishlatamiz? Agar siz nimadir qilishni kelasi zamon uchun, ya'ni kelajak uchun rejalashtirgan bo'lsangiz, ya'ni allaqachon rejalashtirib, planlashtirib qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni misol uchun deylik, bilet sotib olgansiz chet elga uchib ketish uchun yoki kinodan joy band qilib qo'ygansiz yoki xuddi shunga o'xshash narsalar. Shunaqa vaziyatlarda biz present continuous'ni, ya'ni xuddi shu struktura bilan kelasi zamondagi so'z bilan, ya'ni kelasi zamonni bildiruvchi so'z bilan birga ishlatsak bo'ladi. Ya'ni ertaga, bir oydan keyin yoki misol uchun dushanba kuni dushanba kuni 2:50 da xuddi bunga o'xshab shunaqa vaziyatlarda ishlatsak bo'ladi. Misol uchun where are Tina and Helen? Ya'ni Helen bilan Tina qani? They're playing tennis in the park. Ular hozir parkda tennis o'ynashyapti. Please be quiet, I am working. Bular hammasi present continuous, ya'ni ayni paytda sodir bo'lyapti. Chunki hech qanaqa kelasi zamonni bildiradigan so'z yo'q. Ma'no jihatidan ham bu hozirgi zamonga to'g'ri keladi, chunki savol hozir so'rayapti. Endi kelasi zamonda Andrew is playing tennis. Andrew tennis o'ynayapti. Hozirgi zamonda deb o'ylaymiz. Lekin buni ko'rganda keyin ertaga deymiz. Ya'ni Andrew ertaga tennis o'ynashni rejalashtirgan, ya'ni o'rtog'i bilan kelishib qo'ygan, ya'ni ular uyushtirishgan shu narsani. Yoki I'm not working next week. Keyingi hafta men ishlamayapman. Next week keyingi hafta, bu kelasi zamonni bildiradi. Keyingi hafta ishlamayapman. Ya'ni buni allaqachon rejalashtirib bo'lgan. Xuddi shunaqa vaziyatlarda biz ishlatsak bo'ladi. I'm doing something tomorrow. Nimadir qilyapman ertaga, ya'ni bu arrange degani, ya'ni uyushtirilgan degani, ya'ni kelishilgan degani. Misol uchun men bu qiz bilet olib qo'ydi qaysidir kunga. I'm going to concert tomorrow, ya'ni ertaga ekan. Men ertaga konsertga ketyapman. Xuddi shunaqa vaziyatda biz present continuous ishlatsak bo'ladi. Faqat farqi shu, kelasi zamonni bildiradigan so'z bilan birga ishlatiladi. Faqat shu xolos.